Mana do'stlar, qishloq do'kondorlar ertalabdan kelib, mana do'konni nimalarni tashqariga qo'yishadi. Kechgacha aholilar kelib nimalarni olib ketishadi. Mana bu pechka, salapan, gaz, propan. Mana shunaqa yomg'ir yog'ishda davom etyapti do'stlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz TV ko'rgan muxlislar. Mana kanalimizga xush kelibsiz. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana Afg'onistonda birinchi marta, mana shu yil qish kirgandan beri birinchi marta yomg'ir yog'yapti do'stlar. Mana ko'chalarni suviga qarang, yomg'ir. Tuna kechadan beri yomg'ir yog'yapti va Allohning barakoti. Mana shu ekinlarga, qishloqlarda kasalliklar bor, har xil kasalliklar. O'shalarni yuvib, kasalliklarni olib ketib, mana ekinlarga foyda qiladi do'stlar bu yomg'ir. Mana bug'doy ekkanlar bor. Mana bu bug'doylarga ancha foyda qiladi bu. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Bu ham bizning qishloq hayotimiz. Mana daryoning suvi ko'payadi. Ekinlarga foyda qiladi. Shunaqa yomg'ir yog'ishni davom etsin inshaalloh. Alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Birinchi yomg'ir, hali bu qish kirgandan beri birinchi marta yomg'ir yog'yapti. Mana hamma yoq loy. Mana do'stlar, qishloq do'kondorlar ertalabdan kelib, mana do'konni nimalarni tashqariga qo'yishadi. Kechgacha aholilar kelib nimalarni olib ketishadi. Mana bu pechka, salapan, gaz, propan. Mana shunaqa yomg'ir yog'ishda davom etyapti do'stlar.